Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan ta'mi og'izda qoladigan juda ham mazali, qat-qat bo'lib chiqadigan qatli non tayyorlaymiz. Xamir tayyorlab olamiz. Chuqur katta idishimizga 400 ml iliq suv yoki iliq sut qo'yamiz. 1,5 choy qoshiq tuz solamiz. 200 gram yogurt yoki smetana solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. 1,5 choy qoshiq razrıxlitel solamiz. 700 gram un solamiz. Shu katta stakanda 3,5 stakan un soldim. Stakanimga 200 gram un sig'adi. Unimizni sovib, xamir qorishni boshlaymiz. Xamirimizni yumshoq qilib qilamiz. Xamirimizni yumshoq qilib qorib olgandan so'ng, stol ustiga un sepib, xamirimizni stol ustiga solib olamizda, xamirimizni bo'lakchalarga bo'lib, zuvolachalar qilib olamiz. Men xamirimni 8 bo'lakka bo'ldim. Sizlar xohlagandaqa bo'lakchalarga bo'lib tayyorlashingiz mumkin. Zuvolachalarimizni ustiga sochiq yopib, 15 minutga tindirishga qo'yamiz. 120 ml erigan sariyog'ga 120 ml o'simlik yog'ini qo'yib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Nonimizni qattiga surish uchun foydalanamiz bu yog'ni. Endi xamirimizni birdan olib, yoyishni boshlaymiz. Ustiga va tagiga un sepib, yoyib olamiz. 3-4 mm qalinligida yoyib olamiz. Doskaga un sepib, yoyib olgan xamirimizni solib olamiz. Xamir ustiga tayyorlab olgan yog'imizni yuqa qilib surib olamiz. Ikkinchi xamirimizni ham xuddi shu tarzda yoyib olamiz. Yuqa qilib yoyib olib, yog' surilgan xamirimiz ustiga tekis qilib solib olamiz. Buni ham ustiga tayyorlab olgan yog'imizni yuqa qilib surib chiqamiz. Qolgan zuvolachalarimizni ham xuddi shu tarzda yoyib, xuddi shunaqa qilib tayyorlab olamiz. Mana ko'rib turganingizdek qilib. Xamirlarimizni hammasini shunaqa qilib yuqa qilib yoyib, ustma-ustun solib, har bir qavatiga yog' surib chiqamiz. Yoyilgan xamirlarni ikkita to'pga bo'lib oldim. Har bir to'pda 4 qavatdan qilib tayyorladim. Eng ustki tepa qismiga yog' surmaymiz. Mana tayyorlab olganimizdan so'ng ustini plyonka bilan yoki sochiq bilan yopib 20 minutga dam oltirishga qo'yamiz. 20 minutdan keyin birdan olib yoyishni boshlaymiz. Birinchi to'pimizni birinchi yoyib olamiz. Yuqa qilib yoyamiz. Usti va tagiga un sepib yoyishni boshlaymiz. Yoyayotganimizda qattiq bosmaymiz, astalik bilan yoyamiz. Agar juda ham qattiq bosib olsak, xamir bir-biriga yopishib, qatlari chiqmay qolishi mumkin. Yuqa qilib yoyib olganimizdan so'ng, ustiga ozgina yuqa qilib yog' surib olamiz. Yog'ni surib olgandan so'ng zich qilib o'rab chiqamiz. O'ralgan xamirimizni yana dumaloq shaklida o'rab chiqamiz. Ikkinchi xamirimizni ham, ikkinchi to'pimizni ham xuddi shu tarzda tayyorlab olamiz. Yana ustini yopib 20 minutga dam oltirishga qo'yamiz. 20 minutdan keyin birinchisini yoyishni boshlaymiz.
Yoyib olganimizdan keyin bir dona tuxumni idishga chaqib yaxshilab aralashtirib olamiz va non ustiga surib chiqamiz. Ustini vilka bilan bezak berib chiqdim. Duxovkani oldindan yoqib qo'yamiz. Qizib turgan duxovkada 180 gradusda 30-35 minut davomida usti qizarguncha pishirib olamiz. Mana nonimiz tayyor bo'ldi. Ta'mi og'izda qoladigan bo'ladi. Juda ham mazali bo'ladi. Sizlarga ham tayyorlab ko'rishni tavsiya qilaman. Fikr mulohazalaringizni videom tagida yozib qoldirishingiz mumkin. Keyingi videolarimgacha ko'rishguncha